Odobli bola o'rnak bola. Odobli bola har kuni ozoda, tekis va qulay kiyim kiyadi. Shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qiladi. Sochlari, tishlari va tirnoqlari doimo toza va parvarishli bo'ladi. O'z xonasi va buyumlarini har doim toza va tartibli saqlaydi. Kattalarga quloq soladi. Ularning so'zini hurmat qiladi. Suv jo'mragini ochiq qoldirmaydi. Ishlatib bo'lgach, uni yopib qo'yadi. Ovqatni doimo kattalar boshlaganidan keyingina o'zi ham boshlaydi. Ovqatlanib bo'lib, dasturxondan duo qilib keyin turadi. Uy ishlarida onasiga yordam beradi, mehr bilan harakat qiladi. U har joyda, uyda, mahallada, bog'chada kattalarga salom beradi. Avtobusda ularga joy bo'shatadi. Ko'chada yurganda shovqin solmaydi, tabiatga zarar yetkazmaydi. Bog'chada va jamoat joylarida do'stlari bilan ahil yashaydi. Begonalar bilan gaplashmaydi. Kattalarni hurmat qilib, kichiklarni izzat qiladi.